Төт дост. Bedeni toyğuça yep, qo'rsqini toza köptürüp algan bir eşek eski tamlıqdaki kölde rasa eğinap, aptapa qatlanıp yetipdi. Birdinla onun esiga bu dünyada meni yaxshi ko'radigan narsa bormidi degan o'y kepti. Neri o'ylabdi, beri o'ylabdi. Oxiri hech qanday nimaning eşekni yaxshi ko'radiganligini topolmabdi. Eşek öz-özüdün rəncib, "Toxta, mən bu dünyada bir yaxşılıq qılıb namimni chiqaray" deb o'ylabdi da, o'rnidan turib, yaxşılıq izlab safarga otlanibdi. Mangibdi. Bir yerga borganda bir qo'chqor yo'liqibdi. "Assalomu alaykum, eshak aka. Safar qayoqqa?" deb so'rabdi qo'chqor. Yo'lni xeli mengib zerikkan eshak to'xtab turmayla, "Va alaykum assalom inim qo'chqor. Ahvoling qandoq? O'zing maysilari chiroyli tarafdan kelib etibsan. G'aming yo'q o'xshaydi" debdi. "Sizda-chu?" deb so'rabdi qo'chqor. "Mendimi g'am yo'q, lekin ota-bobolarimiz tug'ilganlar o'lidi, belgisiz bo'lib ketdi. Ammo bir yaxshilik o'lmay mangu qoladi debdikan. Shuning uchun umrimda bir yaxshilik qilib nom qoldiray degan niyat bilan yaxshilik izlab ketyapman" debdi eshak. Yolg'iz qilib zerikkan qo'chqorga bu so'z nihoyatda yoqib ketibdi-da, "Sizning bu safaringizga men hamroh bo'lsam" debdi. "Bo'ladi, lekin uzuqingni qandoq qilasan?" "Mening uzug'im qayerga borsam topiladi" debdi qo'chqor. Bu ikki do'st yo'lga tushibdi. Ularga yo'lda bir xo'roz, bir kirpi qo'shilibdi. Bu to'rt do'st bir kuni cho'lda ketib borsa, oldidan echirqab ketgan bir bo'ri quloqlarini dingaytib chiqib qopti. Bo'rini ko'rib, ularning qo'rqqanidan arvohi uchibdi. "Sizlar yushuringlar" debdi eshak do'stlariga va o'zi yo'lda turibdi. Qo'chqor bir qo'ram toshning keyniga yushurinibdi. Xo'roz bir daraxtning shexiga chiqib opti. Kirpi bo'lsa bir to'shga kirib mo'kibdi. Heliqi och ko'z bo'ri utulla eshakning oldiga kelib to'xtab, "Nega mangdinglar eshak?" deb so'rabdi. "Safarga. Oldinroq chiqsanglar-chu bu safarga. Sizlarning kechikishinglar meni bak qiynavatdi. Sizlar uchirmasanglar bugun ochliqdan o'lib qolatdim. Helimu yaxshi, sizlarni Xudo yetkizdi" deb xushal bo'lib ketibdi bo'ri. Eshak bechora nima qilishni bilmay turib qopti. "Qani, sizlar to'rt ekansizlar. Avval birini chiqarib bergin. Bir-biridan yey" debdi bo'ri. Ilojisiz qolgan eshak bir tarafdan qo'rqsimu, yana bir tarafdan g'ayratlanib, "Bo'pti, avval meni yeng, lekin to'la qo'rqitmasdan yeng. Buning uchun men orqamni qilib putimni kerib beraman. Shu tarafdan kelib qo'rsqimni yerib yeng" debdi. Buni anglagan bo'ri, "Ish qilib yesam bo'ladi-ku" deb o'ylabdi-da, "Qani, qandoq turib berasan, to'ra chopsan" debdi. Eshak o'z va'dasi bo'yicha orqa putini kerib beribdi. Bo'ri kelib, ikki putining orasidan kelib tishlay degan ekan, eshak bo'rining bo'ynini mahkam qisib olib, qattiq hangrashga boshlabdi. Qo'chqor yugurib kelib, bo'rining biqinlariga uskili turibdi. Daraxtga chiqib olgan xo'roz qiy-qiy-qiy, tayoqning uzunini kesaymi, qisqasinimi, yo'g'inini, inchiksinimi
dep şahdan şahqa sekrepdi. Kirpe bolsa töşükde turup, "Mana hazır çıkıman, beh, mana hazır çıkıman, beh, hazır çıkıpla yaman kılıman, terağını tasma, göşüňni asma kılıman, bunu koyup berme, çiň tut," dep warqarap beripdi. Eşekniň kysy, hoşgaranyň süşi, horaz bilen kirpeniň warqaraşlarydyn erwaýy uçkan böre aran kutulup, bir putyny sörep, tilini çykyryp, şölgiyini eqitip, aldy arkysyga garmay kaçypdy. Böredin öz jenini kutuldurup kalgan bu töt dost, dünýadaky hemme ýagşylykynyň ýagşysy birlik iken, biz emde aýrylmas dostlardan bulayly diýişip, başgadan çin dost buluşup, dünýäden ötken iken.